Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda kanalimiz obunachilar. Ish jarayonlarimiz davom etmoqda. 3-yanvar sanasida video qilyapmiz. Hozirgi kunda suvlarni shu o'lchanglarga bir hafta 10 kunda bir marta berilyapti. Bu ham namligiga qarab. Bugun chiqaradigan videomiz o'zimizga yaqin joyda bir dehqon akamizni limonariyasi bor ekan. O'zining uyidan chiqqan, ya'ni molini tagidan chiqqan go'nglarni biyogumsga aylantirib, chiqqan biyogumslarni limonlar tagiga berish uchun mana bitta banan korobka Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglariga zakaz qilgandi akamiz. Cho'lchanglarni mana bu joyimizdan bir qator tavoraga solib, undan keyin banan korobkalarga solib zichlash usulidan foydalangan holatida beryapmiz. Cho'lchanglarimizni olgan joyimizda bir holatini siz ko'kalarimizga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Cho'lchanglarimiz juda yaxshi holatda ko'rinayotgan bo'lsa, hozirgi kunda bir banan korobka cho'lchangni 500 ming so'mdan dastlabki xizmati ichida yetkazib berish ishlarini amalga oshiryapmiz. Mana qishda mana shunday g'ij-g'ij holatida cho'lchangda tuxum qo'yadi. Mana ustida bir qator ko'rinib turgan bo'lsa, cho'lchanglarimiz yo'q. Sababi kunlar sali sovuq, ya'ni yaxtayroq. O'shaning uchun cho'lchanglar banan korobka tushgandan keyin tagiga tushib ketadi. Tagiga tushgandan keyin ustini bir qator olib idishimizga solib, yana joyiga qaytarib qo'yamiz. Shu holatda zichlash usulidan foydalangan holatida bitta banan korobkasini 500 ming so'mdan beryapmiz. Mana bu joylarda ham tuxumlari bor ko'rinayotgan bo'lsa. G'ij-g'ij tuxum. Bu yoqda cho'lchanglarimizning holatini ko'rsatamiz siz ko'kalarimizga. Cho'lchanglarimiz tagiga tusha boshlabdi. Ko'rinayotgan bo'lsa, shunday 500 ming so'mlik bitta banan korobkasi xuddi mana shunday arzonroq variantida ham bor. Ya'ni ikkita banan korobkasi 500 ming so'm, 3 ta banan korobkasi 1 million so'mliklar ham bor. Ular zichlik holatiga qarab tayyorlab beramiz. Ya'ni ikkita banan korobkasi 1 million so'mlik cho'lchanglar juda zich holatda bo'ladi. 3 ta banan korobkaligi sal siyrakroq, 4 ta banan korobkaligi, ya'ni kvadrati 500 ming so'mlik juda siyrakroq bo'ladi. Shunday. Shu ko'rib turgan bioreaktorlarimiz barchasida cho'lchanglarimiz boqilyapti. Hozir mana bu joyidan ham ko'rsatamiz. Hozir ertalabki soati 10 da video qilinyapti. Ya'ni kunlar sovuq. Cho'lchanglar shuni tagiga tushib ketgan. Shunday ko'rinayotgan bo'lsa, shunday. Xudo xohlasa, imkoniyatimiz yetsa, akamizning cho'lchanglar boqish uchun tayyorlab qo'ygan joyini ham siz aka-ukalarga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mana bu joydan olingandan keyin cho'lchanglar sirasi joyiga mana bu go'ngda ustidan bir qator yaxshilab olingan joyiga yoyamizda, suvni bitta bergandan keyin yon atrofdagi zich joyda cho'lchanglar ham shu yangi berilgan oziqaga kelib shu holatida ko'payishda davom etadi. Cho'lchanglarimizni zichligini ko'rdingiz. Bitta banan korobkasi shunday 500 ming so'm.